Toshkent shahrida Uzmet Expo xalqaro tibbiyot ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bugun ko'rgazmaning 3-chi, ya'ni yakuniy kuni. Biz ham hechdan ko'ra kech deganlaridek yetib keldik. Muhim ulgurdik. Endi esa ichkariga kiramiz va ko'rgazmadagi xalqaro va mahalliy kompaniyalar taqdim etayotgan zamonaviy sog'liqni saqlash sohasidagi yechimlar, innovatsion texnologiyalar va mahsulotlarni birgalikda ko'zdan kechiramiz. Marhamat. Bu aparatni o'ziga xos taraflari nimalar? Bu aparatimizda flow metrimiz, ya'ni gaz berish oqimimiz elektronik. Flowni biz olaylik 1 litr beradigan bo'lsak va uning ichida necha foiz kislorod bo'lishini ko'rsatsak bo'ldi. Qolganini aparatni o'zi ichkaridan to'g'rilab oladi. Undan tashqari aparatning ichki tarafida mikser qismi bor. Bu flow metrdan oqqan gazni olib, qolgan kislorod va havo bilan aralashtirib tayyor smes holatida beradi va bu narkoz ustunligini oshiradi. Biz 0.8 oqim bilan makni 2-2.5 orasida tutib turishimiz mumkin. Bu funksiyaning nomi low flow deb aytiladi. Bu orqali bolnitsalar 4-5 baravar sevofluran yoki izofluran ishlatilgan bo'lsa, uni ekonom qilishga erishadi bu aparatimizda. Bundan tashqari bu aparatimizda bemorimizdan chiqayotgan gazlarni o'lchash uchun elektronik gaz analizatori bor. Bunda kislorod datchikimiz, ya'ni kislorodni aniqlash sensorimiz elektronik, uni almashtirishga ehtiyoj yo'q. Karbonat angidrid, kasaldan agar izofluran beradigan izofluran yoki sevofluran, azot beradigan bo'lsak azot va kasaldan chiqayotgan gazlarni o'lchaydi. Shu hisobiga bizga mak, ya'ni uyqu chuqurligini ko'rsatadi. Bu normada 2-2.5 orasida. Agar bu ko'rsatkich 1 da bo'lsa, bemorimiz uxlaydi, lekin bizni eshitishi mumkin. Bu ko'rsatkich izoflurandan 14 gacha olib boradigan bo'lsa, kasal operatsiya stolida infarkt yoki insult o'tkazishi mumkin. Ya'ni bu narkoz kontroli. Kasalimiz qancha chuqur narkoz yotganini kontrol qilish imkoniyatini beradi bizga. Bu draygerni sun'iy nafas berish apparati Evita o'zini turbinasi bilan birga bu General Electric'niki G. Bu ham narkozni dihotiniy apparat. Bizada diagnostika, xirurgiya, fizioterapiya, sterilizatsiya va reabilitatsiya yo'nalishidagi obорудованиялар eng oxirgi zamonaviy apparatlarni ham olib chiqqanmiz. Jumladan reabilitatsiya uchun, insult yoki jarohatlardan keyin qo'l va oyoq funksiyasini yo'qotgan bemorlarning qayta tiklanishi uchun olib kelgan bu apparatimiz bu o'sha qo'li yoki oyog'ini funksiyasini qayta tiklash uchun ishlatilinadi. Avtomatik tarzda bemorning ahvolidan kelib chiqqan holatda tezligini belgilashimiz imkoniyati bor. Bundan tashqari masalan bu reabilitatsiya jarayoni o'zi qiyin, murakkab jarayon bo'lib, bu apparat o'sha umumiy reabilitatsiya uchun bo'lishi kerak bo'lgan apparatlardan bittasi xolos. Bundan tashqari bizda robotlashtirilgan trenajyor apparatlarimiz bor. Robotlashtirilgan apparatimizni masalan O'zbekistonda yetarli bo'lmaganligi sababli odamlarimiz ko'pincha Turkiyaga, Romatemga borib davolanishayotdi. Lekin biz masalan hozir xususiy klinikalar qo'yganimizdan keyin shu yerda davolanish imkoniyati bo'lyapti. Biza выставкада har yili qatnashamiz. Biza Transmedical firmasi biz O'zbekiston bozorida 10 yildan oshiq vaqt davomida o'z faoliyatimizni olib boramiz va har yili iloji boricha eng oxirgi texnologiya, zamonaviy texnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan apparatlarni doktorlarimizga taqdim etamiz. Bu eng oxirgi ishlab chiqarilgan apparatlardan bittasi, masalan, diagnostika yo'nalishida UZI apparati. Bunda sun'iy idrok o'rnatilgan bo'lib, doktorlar diagnoz tashxis qo'yish mobaynida ular
o'lchaganda, o'lchamlarni kiritganda apparatni o'zi sun'iy idrok yordamida diagnostika natijasini chiqarib berishda yordam beradi. Ya'ni sun'iy idrok o'zi hisoblab beradi. Chexiyani eng ilg'or kompaniyalaridan Daymet kompaniyasini TMS, NMG, EG apparatlarini olib kiramiz. Va bundan buyog'iga reabilitatsiya yo'nalishida Koreyaning Hukago firmasini robotlashtirilgan, ya'ni reabilitatsiya davomida odamlarga yurishga yordam beradigan apparatlarni olib kirishni ham mo'ljallayapmiz. 아살라무 알aikum. 안녕하세요. 저희는 한국에서 온 GH 바이오입니다. Salom, mening ismim Janob Kim. Biz travmatologiya va ortopediya yo'nalishida tibbiy mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarimiz og'riqni kamaytirish va bemorlarning sog'ayishini tezlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, bizda travma bo'limlari uchun zamonaviy jarrohlik uskunalar ham mavjud. Kompaniyamiz 2010-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda va mahsulotlarimizni yanada qulay qilish ustida ishlayapmiz. So'nggi yillarda xalqaro bozorga ham chiqishni boshladik. 가지고 있습니다. 감사합니다.